Hello YouTube ahli, sizlar bilan har doimgidek yana men o'sha Asilbek Hoshimjonov. Bugungi foydali video darsimizda sizlar bilan Adobe Photoshopga qanday qilib tekst o'rnatish va top 6 ta tekstlarni stillarini ko'rib chiqamiz do'stlar. Agar sizlar videoga tayyor bo'lsanglar, videoga bir dona like va obunani bosib qo'ygan bo'lsanglar, men videoni boshlayman. Xo'p do'stlar, bizda mana Asilbek Textile degan PSD formatdagi fayl bor, Photoshop format. Buni albatta siz Photoshop orqali ochib olasiz, ustiga 2 marta bosgan holda yoki Photoshopga kirib ochib olamiz. Buni albatta men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman bolalar. Telegram kanalim esa mana Asilbek channel uz deb yozsanglar, mana shu yerga tashlab qo'yilgan bo'ladi. Bu Textile. Xo'p, buni endi ochib olamiz. Tag ochib olish Photoshopga kiramiz va faylga o'tamiz. Mana bu yerda esa Открыть Ctrl-O deb bosamiz, ya'ni yoki da Открыть tugmasini bir marta bosamiz va hozir mana chiqyapti. Bu yerda biz рабочий stolni tanlab, mana o'sha faylni tanlashimiz kerak bo'ladi. рабочий stol va mana Asilbek Textile tanlab turib, Открыть tugmasini bir marta bosamiz va mana chiqqan o'yinda OK deb bosib o'ramiz va mana hozir bizga o'sha tekstillarni ochib beryapti. Xo'p, mana bizning tekstillar 1 2 top 6 ta tekstillar. Hop, endi mana ko'rib turibsiz, bir-biridan go'zal, chiroyli. Endi men hozir sizlarga buni o'rnatishni ko'rsataman. Hop, buning uchun hozir men o'zim o'rnatganman, bularni o'chirib yuboray. Keyin noldan ko'rsataman. Удалить стил, удалить. Hop, qaranglar. Stil o'zi nima deganda, stil bu sizlar Photoshopda yozgan tekstillarni chiroyli qilib beradi. Ya'ni mana shunga o'xshatib chiroyli qilib berish uchun kerak bo'ladi do'stlar. Stil, tekstil bo'ladi. Hop. Bo'lmasa boshlaymiz. Mana ko'rib turibsiz, sloy bo'limiga o'tib olamiz. Sloy, mana bitta sloy mana. Agar sizlarda sloy yo'q bo'lsa, aknaga o'tsanglar, mana bitta mana sloy degan joy bor. Mana sloy F7 bilan ham chiqar ekan. Shunda bosib F7 ni bossanglar chiqadi. Xo'p, masalan bitta turib o'rnatib ketaveramiz. Mana buni bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, qaranglar. Sloyga o'tsanglar, mana bitta turibdi. Asilbek o'zi ham papka qilib qo'yganman. Ustiga bitta bossanglar tushunchani mana bu bo'limga olib kelib turib, mana mashina tanlab beradi. Keyin bosamiz bu yerdan. Xohlasak bu yoqdan 2 marta bosib o'zgartirsak bo'ladi. Yoki-da mana hozir bunday qilamiz. Bu yo'lga bitta bosib turib, mana bu yerda chiqadi. Shuni ustiga 2 marta tez bosib o'ramiz bo'sh joyiga. 2 marta tez bosib o'rganimizda bizda hozir oyna kelib chiqadi do'stlar. Va bu oynada mana ko'rib turibsiz oynani. Xo'p, mana новый stil turibdi. Mana shuni ustiga bir marta bosamizda, keyin mana новый stil turibdi. Просто OK deb bosib o'ramiz. OK. Bo'ldi, bu bizning mana stil degan bo'limimizga qo'shiladi mana. Stilga qo'shildi. Top. Endi ikkinchisini qo'shib o'ramiz, bitta qo'shib o'taveramiz bolalar. Mana ustiga 2 marta bosamiz. Chiqqan o'yinda yana новый stil, OK, yana OK. Tekbiyan bo'ldi. Endi mana bunisi yashil stilimiz. Ustiga 2 marta bosamiz. Va bunda ham xuddi shu holat. Shuna qilib, tak 6 tasini hozir sizlar bilan qo'shib olamiz. OK. OK. Endi mana bunisi bu men bularni ko'p programlashdan ko'rgan bo'lsanglar, kanalimni bannerda ham mana shu yerdagi ikkita tekstildan foydalanganman. Bular meni asosiy foydalanadigan tekstillarim. Buni ham bu yoqdan men topganman, topib izladim. Hop, hozir esa do'stlar mana qo'shib olyapmiz. Bir donagina qoldi. Новый stil, OK. OK. Hop, yashilga o'tamiz. Yashilni oxirgisi 2 marta bosamiz va buni ham mana новый stil, OK. OK qilib olamiz. Va ko'rib turibsiz do'stlar, mana bu yerda stili bo'limiga o'tsam, bizda hamma stillar mana qo'shilib qolgan bo'ladi. Buni qanday ochamiz? Oknaga o'tamiz. Yana mana shu yerda mana stili degan bor. Shuni ustiga bir marta bossak, mashina bizga ochib beradi. Xo'p. Endi esa biz sizlar bilan hozir yangi sozdabda komment qilib turib, mana shu tekstillarni sinab ko'ramiz. Xo'p. 1921 ochamiz, sozdab qilamiz va mana ochildi. Endi esa bu yerdan tekst bo'limiga o'tamizda, tekstdan bitta qo'yamizda, bosamizda, masalan, bu yerga yozamiz. Sizlar preview nomini yozishingiz mumkin bo'ladi. Va biz bu yerga yozamiz. Hop. Yo'qol kerak emas. Вообще mayda ekan, menimcha da mayda ekan, 12 emas, shuni ko'taraylik. 72. Davay. Hop buni. Bo'ling deb yozamizda. 72 qildik buni. Buni bo'ling deb yozyapman hozir. Mana men yozdim, sabab ko'rinmayapti hozir buni. Rangini biz biroz o'zgartirib turamiz birozga va OK. Mana do'stlar. Bunda bo'ling deb yozildi. Simvolga o'tib buni bemalol to'g'rilab olsak bo'ladi.
necha naqa shriftda bo'lishi hammasini to'g'rilab olsak bo'ladi. Mana obuna bo'ling deb yozdim. Hozir 200 dan metrda to'g'rilab olasiz o'zingizda. Va endi qaranglar. Mana pastga o'siramiz, to'g'rilaymiz. Masalan, mana shu yerda preview monetda bo'lsa nomi tepaga narsalar qilsanglar, hozir o'rtaga qo'yib turaman. Ustiga bir martaba bosib, o'sha stiliga o'tib bossak, mana o'sha stilga o'tadi. Yana bossak bunisiga o'tadi. Buni bossak bunisiga o'tadi. Buni bossak bunisiga o'tadi. Buni bossak bunisiga o'tadi. Bu вообще ko'rinmasa qanaqa bo'ldi? Bu mana xuddi boshqa qilib, o'zingizlar xohlagan yozdi. Tosh top 6 ta tekst stil. Agar xohlasanglar men yana boshqa stillar topib chiqaraman sizlar uchun. Agar sizlar xohlasanglar, xohlamasanglar menga farqi yo'q. Xo'p, do'stlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Qaranglar, men hozir sizlarga birdaniga top 6 ta stillarni ko'rsatyapman, birdaniga ularni qanday o'rnatishni ham ko'rsatyapman. Albatta bitta videoda ikkita narsani o'rgatib ketyapman. Bu menimcha albatta foydali bo'ladi. Shuning uchun ham like va obuna bo'lib bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlardan like va obuna men esa harakat qilaman yangi videolar chiqarishga va menga motivatsiya bo'ladi bular. Xo'p do'stlar, sizlar bilan men Asliy Hoshimjonov bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Video yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Men bularni albatta kutib qolaman. Shuning uchun ham kommentlarni yozib qoldiringlar do'stlar. Yana uchrashguncha xayr deb qolaman. Ciao.